Chilonzordan bir xonali lokatsiyasi yaxshi joydan kvartira so'raganlarga Farhasskiy bozorda yoni mana to'g'rida Farhasskiy chorraha, bu tomonimizda Shirin chorraha bo'ladi. Bu o'rtada 24 ko'cha bor. Ana shu birinchi liniya bo'lsa, orqasidagi domda bir xonali variantimiz sotuvga chiqdi. Lokatsiya yaxshi, pal tarafimizda qanamasishga joylashgan. Olib arendaga qo'yib qo'ysangiz ham yaxshigina pul ketib turadigan joyi. Ichkarisini bitta ko'rsatib beramiz. Domimizning old qismi asosan holatni ko'rsatibsizlar. Juda ham yaxshi qasadi. Bu etажli dom 3-etajda bo'ladi. Arizlarning holatini ham bitta ko'rsatamiz. Mashina qo'yish uchun parkovkalardan muammo yo'q, xudo xolasa. Bemalol bo'ladi. Ana shu parizda bo'ladi. Ichkarisi holatlar. Parizlari juda ham yaxshi holatda turibdi ekan. Kirib bitta ko'rdingizda mana. Temurzadan chiqqan. Svitlarga. Eshikdan kirib oldik. Kirganimizdan bir xochkasi, mana shu yerda koridorchasi, o'rtada bitta shkaf qo'yilgan ekan. Bu o'rtada sanuzonimiz razdelni alohida holatda mana bu eshiklarni ko'rishganingiz mumkin. Mana bu o'rtada esa hojatxonasi. Hojatxonasini ham kafillarga e'tibor qilgan bo'lsalaring juda ham yaxshi kafillar ishlatilgan. Bu tomonimizda esa hammomimiz, hammomning holati. O'rtadan oynalar qo'yilgan. Kafillar yaxshi kafillardan ishlatgan ekanlar egalari. Eshikdan kirib oldik. Kirganimizdan zalimiz bo'ladi. Yana bitta narsaga e'tibor qilasizlar, mana tarkib. Tarkibda ham yaxshidan qo'yilgan, o'zlari uchun remont qilgan ekan. Eshiklarimiz mana. O'z bu eshikni tushungan odam tushunadi. Mana eshiklari. Kirib oldik. Kirganimizdan zalimiz bo'ladi bu. Zalimizning holati o'g'il mebellar qo'yilgan, konditsionerlar bor, o'rtada esa mana shkaflar qo'yilgan, televizor uchun televizorli zonalar. Bu tomonimizda oshxona. Agarda siz oshxonani balkonga chiqaradigan bo'lsangiz ham ikki xona sifatida ishlatsangiz bo'ladi. Xolodilnik, kir mashina, bu o'rtada mana shkaflar qilingan mana. Eng qiziq, hali hech narsa ishlatilmagan. Gazlargacha ishlatilmagan. Kafil qilingan. Bu tomonimizda pardalar osilgan, balkon qismimizda. Balkonimizning holati. Romlarimiz akfaron bo'lgan. Tashqi manzaramiz. Детский площадка, yo'q. Zilyon zona. Bu tomonimizda esa chiroq bitta shkaf qilingan ekan. Bemalol narsalarni olib chiqib qo'ysangiz bo'ladi. Bu tomonimizda ham akfaron bilan qilingan. Bu uyimizning umumiy maydoni 33 metr kvadrat. Narxiga keladigan bo'lsa, egalari 54.500 so'rab turibdi. Ustida kelishiladigan joylari bor ekan. Pastda raqamlarni qo'yamiz. Kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Agar olib arendaga qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz ham $400 ga bemalol arendaga qo'ysa bo'ladi. Pastdagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Bitta like, bitta podpiskani bosib qo'ying. Yaxshi variantni qo'yib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'lasizlar.